Hurmat va qadrli kuzatuvchilarimiz, bugun men sizlarga master klass o'rgataman. Chunki ayolimiz, homilador ayolimiz hozir oldimga ko'rikka kelib turibdilar. Bu kishi 7-oyga o'tgan. Hozir ko'rganimizda aynan stolga chiqarib ko'rdim. Qin devorlarida va aynan qinni kirish qismida katta jinsiy lablarda varikoz kengayishlar bor. Bu albatta nimadan dalolat beradi? O'zi homiladorlik davrida fiziologik holatda vena qon tomirlari kengayadi. Lekin mana shu nagrizkan kuchayaverishidan u narsalar kengayib, ayolga og'riq berishi mumkin, og'irlik berishi mumkin. Shuning uchun ayollarga eng tabiiy mazza qilib beradigan maslahatim ayollarga homiladorlik bandajini tavsiya qilaman. Homiladorlik bandaji mana yengilgina, juda ko'pchilik poyasi bo'ylaydida qattiq qisadi deb o'ylaydi. Yo'q, o'zi aslida unaqa emas. Mana qilib toqamiz, mana. Keng joyi orqada turadi, mana. Ana endi qorin bo'ladigan bo'lsa, mana bu. Mana. Sizni qorningizga moslangan bo'laveradi. Mana bu yerda, bunday qilinadi-da. Va asosan sizni qorningizda past qismidan bo'ladi, mana. Mana bu yuqori qorningiz esa mana bu yerda turadi. Bu shunaqa yaxshi narsa, bu agar yana ham bu qorin kattalashib ketaversa, mana qilib, mana yana ham yordam berish uchun yoki mana bu yerda mana bunday qilib qorin mana bunaqasiga, bunaqasiga. Odatda bu har doim 24 haftadan keyin taqiladi. Sababi 24 haftada bola to'liq shakllanib bo'lgan bo'ladi. Buni taqqandan keyin hech qanaqangi qisilish bo'lmaydi. Odatda biz har doim homiladorlar ko'ramiz, bunaqa qilib kelishadi. Lekin aslida unaqa bo'lish kerak emas. Mana qomatimiz tik bo'lishi kerak. Shunda tik bo'lganda qornimiz ko'tariladi va bizning nervlarimizni bolamiz qisib qo'ymaydi. Yana bitta narsani aytib o'taman, mana bu yerda buyraklarimiz joylashgan. Har doim homiladorlarda homila kattalashgan sayin buyrakda qisib beradi. Undan keyin esa ayolda shishlar paydo bo'ladi. Nima uchun 6 oylik, 7 oylikdan keyin ayollar shishni boshlaydi. Ana shuni oqibatda. Xuddi mana shu bandajni toqqanimizdan keyin ayolning qomati ko'tariladi, bolani ko'tarib beradi, mana. Qorin ko'tarib, bola ko'tariladi va mana bu yerdagi nervlarni qismaydi va buni oqibatida qomatimiz tik bo'lib, bolamizning og'irligi o'zimizga tushmaydi. Shuning uchun har doim 24 haftadan keyin og'riq bilan kelgan ayollarga, varikoz bilan kelgan ayollarda hammasiga birinchi o'rinda tavsiya qiladigan narsam homiladorlik bandaji hisoblanadi. Homiladorlik bandaji hamma aptekalarda sotiladi. Borib faqat siz muddatini aytishingiz kerak, shunga qarab moslab homiladorlik bandajini berishadi. Mana bu sizga tabiiy homilani yaxshi saqlash, o'sishiga yordam berish, buyraklariga, oyoqlariga, bel sohasiga dam beruvchi tabiiy usul hisoblanadi.